Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Biz bugun mana navbatdagi obyektimizni yakunlab berdik. 8 ta xonaga 10 ta radiator o'rnatib berilgan. Bu yerda mana nijniy горение ko'mirda yonadigan 25 talik kotyolimizdan qo'yib berganmiz. Hozir mana ispitaniya jarayoni ketyapti. Hozir tepaga chiqib montajlarimizni bir ko'rsatib o'tamiz. Mana kotyolimiz ispitaniya jarayoni ketyapti. Xudo xolasa montajlarimizni bir ko'rsatib beradigan bo'lsak, bu yerda mana bachoyga ham alohida e'tibor beringlar. Mabodo bizmi yoki boshqa santexnika o'rnatkizgan taqdirlaringda ham temir bacho qo'ydirmanglar, sababi bu zanglaydi vaqt o'tgan sari. Shu zanglamasligi uchun biz mana bu yoqda o'sha plastik bachoqlardan qo'yib ketganmiz. Bu xudo xolasa o'sha radiatorlarda ichida zang to'plamaslikka ancha yordam beradi. Bu yerda zang to'planmaydi. Xudo xolasa radiatorlarda umri ham ancha uzayadi. Endi montajlarimizga mana e'tibor berib ko'radigan bo'lsak, reykalar bilan uklonga to'g'rilab o'sha issiqlikni yo'qotmasligi uchun bu yoqda chiroylab izolyatsiya qilib ketilgan. Bu yer samoxod ishlayveradi. Tok bormi yo'qmi bemalol o'zini o'zi оборот qilaveradigan qilib chiroylab montaj qilib berilgan. Umumiy hisobda 200 kvadratga yaqin obyektimiz. Ko'rib turibsizlar, bu yoqda o'sha umumiy 8 ta xonaga 10 ta radiator o'rnatib berdik. Yana qo'shimchasiga bu yoqda yana 2 ta xona bor, hozir tayyorlanayotgan. Bunisi kuxnya uchun mo'ljallashdi. Bu yangi qurilgan xona. Bu yerga ham har ehtimolga qarshi mana montajlarda mo'ljallab hisobini olib ketilgan. Yonida mana dush uchun ham alohida xona bor. Bunga ham tepli pol uchun ham alohida yana tochka qoldirib ketganmiz. Mana hozir kotyol yoqilgan, xudo xolasa ispitaniya jarayoni ketyapti. Mana u issiq suv kelishni boshlagan. Narigi xonalarimizni ham ko'rib chiqamiz. Navbatdagi radiatorimizni ko'radigan bo'lsak, bu yerda ham mana u issiq suv kelishni boshlagan. Xudo xolasa ispitaniya qilib egalariga topshirishga yaqinmiz. Bu uyimizni o'rta xonalarida ham mana bir tekshiradigan bo'lsak, bu yerlarga mana issiq suv kelishni boshlagan. Hozir samoxod ishlayotgan holati. Mana issiqligimiz navbatdagi xonalarimizga ham kelishni boshlagan. Xudo xolasa hammasi yaxshi, juda chiroyli, hech qanday xato kamchiliklarsiz chiroylab qilib berganmiz, xudo xolasa. Boshqa obyektlarimiz singari bu yerga mana materiallarni o'zimiz olib kelganmiz. Mana bu yoqda hozir hisob-kitob jarayoni ketyapti. Yaxshi tarafi bizni bitta chaqirsangiz, xudo xolasa, butun hamma materiallar bilan kelamiz. Ortiqcha ovora bo'lmaysiz. Oxirida bitta hisob-kitob turib, pulini sanasangiz bo'ldi. Kotyolimizni ishlashlari mana jim, xudo xolasa. Bu kotyolimiz ham o'zini o'zi boshqaraveradigan kotyollarimizdan, xudo xolasa, shu paytgacha uyaltirgani yo'q. Mana bu yerda o'sha boshqaruv tizimlarimiz o'rnatilgan. Xo'sh, endi bu xonadonimizga ketgan umumiy rasxodlarni aytadigan bo'lsak, kotyol, usta haqqi, materiallar hammasi ichida bo'lib turib, o'sha 200 kvadratga yaqin xonadonimizga 8 ta xonaga 10 ta radiator o'rnagan, jami bo'lib 30 million so'm atrofida pul ketib qolibdi. Ispitaniya jarayoni xudo xolasa mana yakunlaymiz, egalariga topshiramiz. Xudo xolasa hammasi chiroyli ishlayapti.